qizlarim, ba'zi bir mahsulotlar bor, qorni ochigidan yemaymiz. Ularni maza qilish uchun yeymiz. Masalan, morojenniy, muzqaymoq. Bizani do'kon ishlab chiqaruvchi retseptorlarimizni ishga soladi. Ya'ni muzqaymoq bizni yoshligimiz bilan bog'liq. Yoshligimizda bizni xursand qilish uchun ota-onalarimiz muzqaymoq olib berishgan. Va mana shu morojeniyni yesak, biz baxtli his qilamiz. Tugaguncha 10 minut, 15 minut bizda dopamin gormoni ishlab chiqaradi. Ya'ni inson necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, 50 ga kirganda ham, 80 ga kirganda ham yoshligida o'sha xursandchilik bergan daqiqalarni aynan o'sha daqiqani o'zini yaxshi ko'radi. Va ana shuning uchun ko'proq shirinliklarni inson qorni to'q bo'lmasa ham yeyveradi. Ayniqsa stressga tushgan ayollarda bu narsa juda ham seziladi. Stressga tushdi, kortizol ko'tarildi, o'sha narsani yopish kerak, ya'ni stressni kamaytirish kerak. Bunaqa paytlarda biz doim uglevodli mahsulotlarga ketib qolamiz. O'shaning uchun mana shunaqa momentlarda обязательно biz miyamizni включать qilishimiz kerak. Agar bizda ortiqcha vazn va insulin balandligi, qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu vkusovoy retseptorlarimizni to'g'ri направлениyaga yo'naltirishimiz kerak. Ya'ni u narsani biz vkusovoy retseptorlarimizni dopaminni, ya'ni biz boshqa bir foydali narsalar, kitob o'qish, sayr qilish, chiroyli narsalarni tomosha qilish yoki bir narsalarni sotib olish, например, yoki sportga qatnash bilan o'zgartirishimiz mumkin. Faqat shirinlik sotib olish bilan emas. Endi buni ham yesangiz bo'ladi ba'zida. Masalan, 1 oyda, 2 oyda bir marta maza qilib yaqin odamingiz bilan muzqaymoq yoki shunga o'xshagan shirinliklarni yesangiz bo'ladi. Butun umr ketish demayman. No, bu narsani har stress bo'lganda faqat shirinlik yeyish insonni insulin gormoni oshib ketib, tanasida buzilishlarga, rakli kletkalarni boqishimizga va tanamizda o'sha ortiqcha vaznimiz katta bo'lib, figuramiz buzilishiga olib keladi. O'shaning uchun shirinliklar kerakli narsa dopamin uchun. Lekin buni o'z paytida yeyishni va me'yorni bilish kerak. Agar me'yorni bilsanglar va insulinlar normada bo'lsa,